Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Siz ushbu kanalda O'zbekiston bozorlaridagi har kunlik valyuta kurslarini kuzatib borishingiz mumkin. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum. Bugun 2025-yil 2-oktyabr sanasi O'zbekiston bozorlarida dollar, yevro va rubl kurslarini olinishi va sotilishi bo'yicha batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Unga ko'ra bugun yurtimizda 100 dollar kursi olsangiz 1,207,000 so'm, sotsangiz 1,205,000 so'mni tashkil etmoqda. Eski namunadagi 100 dollar kursi esa sotsangiz 1,200,000 so'mni tashkil etmoqda. 100 yevro kursi esa olsangiz 117 dollar, sotsangiz 114 dollarni tashkil etmoqda. Rossiya 1000 rubl kursi esa olsangiz 170,000 so'm, sotsangiz 130,000 so'mni tashkil etmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu ma'lumotlar barcha viloyatlardagi nisbatlardan kelib chiqqan holda berildi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.